Ko'p kulganingizda yuragingiz nima qiladi? Kulish eng yaxshi davo deyishadi. Haqiqatda ham kulganimizda yurak urishi me'yorda ishlaydi. Qon aylanishi yaxshilanadi, stress kamayadi. Ammo shuni ko'pchilik bilmaydi. Agar yurakda yashirin muammo bo'lsa, kulish ham, hayajon ham, xursandchilik ham yurakka ortiqcha yuk bo'lishi mumkin. Masalan, Takotsubo sindromi, ya'ni shok, quvonch yoki hayajon sabab yurak qisilib qoladigan holat. Ba'zida odam kulayotganda yoki xursand bo'layotganda hushdan ketib qolish holatlari ham kuzatiladi. Yurak har bir kuchli hisni o'ziga singdiradi. Agar u charchagan bo'lsa, hatto kulish ham og'ir keladi. Hayotda quvonchli lahzalar kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular kelganda yuragingiz kuchli bo'lishi kerak. Aynan shu lahzalarni to'liq his qilish, yurakdan kulish, bemalol quvonish uchun yurakni avvaldan parvarish qilish kerak. Chunki ba'zan hatto quvonch ham yurakka og'irlik qilishi mumkin.